Assalomu alaykum, hurmatli Dr. Family klinikasining ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Sizlar bilan Dr. Family klinikasi travmatolog ortopedi Boltaboyev Shavkatjon bo'laman. Sizlar bilan mana shu bugungi bo'lishmoqchi bo'lgan mavzuyim yassi tovonlik yoki plaskoskopiya deydi. Nimasi bilan xavfli? Davolash kerakmi yoki kerak emasmi? Kimlarda uchraydi? Qanday aniqlanadi? Shu masalada sizlar bilan gaplashmoqchi bo'ldim. Yassi tovonlik degani o'sha oyog'i tagida, oyoq kaftini ichida alohida o'zini qubbasi bo'ladi. O'sha qubbasi mana shunday holatda bo'ladi. Bu yurganingizda o'sha amortizatsiya berishga sizga yordam beradigan narsa, to'g'ri qadam bosishingizni ta'minlaydi. Ana shu narsa tekislanib qolish, plaskoskopiya deydi yoki yassi tovonli bo'lib qoladi. Yassi tovonlikni qachon aniqlash mumkin bo'ladi? Yassi tovonlik tug'ma bo'ladi ko'proq. Tug'ma yassi tovonlik, keyin ortilgan yassi tovonlik. Ortilgan yassi tovonlik mana oyog'i tovonli sohasidagi shikastlar. Yani kaf suyaklar, oyoq kaf suyaklari yoki oyoqdagi tovon suyaklarini sinishi hamda noto'g'ri bitishini hisobiga qubbasi tekislanib qoladi. Asosiysi bu 90-95% bu yassi tovonli tug'ma hisoblanadi. Bu ota-onasida bo'lgan holatda bo'ladi. Bu narsa aniqlanadi 3 yoshdan keyin. Ko'proq 5 yosh atrofida bemor bolalarni tekshirganda aniqlanishi mumkin. Undan oldingi yoshda, undan yoki kichik yoshdagilarda yassi tovonlikni aniqlab bo'lmaydi. Faqat o'sha bola aktiv yurishni boshlaydi, nagruzkalarni beradi. Undan keyin 3 yoshdan keyin yassi tovonni aniqlash mumkin bo'ladi. Davolamasa nima qiladi? Nima? Tug'ma kasallik Alloh bergan dard ekan. Davolamasa nima qiladi? Demak, bu bir davolamagandan keyin bemor to'g'ri qadam bosmaydi. To'g'ri qadam bosmasining natijasida boldirdagi muskullar toliqadi. Yosh bolalar keladi, ko'chada o'ynab, jismoniy aktiv faol bo'ladi. Shunday ham kelib, oyoqlarim og'riyapti deb shikoyat qilib keladi. Ikkita boldirdagi muskullari toladi. Birinchi yoshligida. Bu narsa borgan sari rivojlanib ketaveradigan bo'lsa, bolalarning oyog'ida suyak qismlarida har xil aseptik o'zgarishlar, aseptik kasalliklar kelib chiqadi. Yana xondromalyatsiya deydi. O'sha tog'alardagi o'zgarishlar, Keller kasalliklari deydi. Keller 1, Keller 2, Keller 3 kasalliklari deydi. Oyog'i kaft suyaklarini tashkil etuvchi suyaklar bo'ladi, mayda suyaklar. U ashim suyaklarga nagruzka tushgan hisobiga yemirilishlar kelib chiqadi. Bunaqa holatlar juda ko'p asorat beradi. Keyingisi boldir tovon bo'g'imida o'zgarishlar bo'ladi. Undan keyingisi yuqoriga borilaversa, tizza bo'g'imlarida o'zgarishlar bo'ladi. Xuddi mana shu yassi tovonligi bor bemorlarni ko'proq tizzasida osteoartroz, ya'ni yemirilish kasalligi kuzatiladi. Deyarli 100% kasalliklarda yassi tovonli kasalligida o'sha bo'g'imda, tizza bo'g'imlarida yemirish holatlari kuzatiladi. Undan keyingi muammo bu narsa bel umurtqalariga o'tib ketadi. Chunki iloji yo'q, 20 yoshdagi bemor oila boqish kerak bo'ladi, og'ir jismoniy mehnatlarni qilamiz, iloji yo'q qilinadi. Ana shuni hisobiga ham noto'g'ri qadam bosish natijasida o'sha bel og'riqlari, osteoxondrozlar, disk cho'ralari shu holatga kelib chiqadi. Demak, bu plaskoskopiya, ya'ni yassi tovonlikni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. E'tiborsiz qoldirdingizmi, katta 30-40 yoshda oshganingizdan keyin tizza hamda bel sohasidagi kasalliklar sizlarda ko'proq uchrasha boshlaydi. Shuning uchun davolash kerak. Davolash nima davolanadi buni? Yosh bolalarda o'sha narsa aniqlansa, 3-5 yoshdagi aniqlanadigan bo'lsa, endi bularda ham haligi ko'pchilik o'zi massajlarni qiladi, massajlar foyda bermaydi. Bu narsa bola o'sib keladigan organizm o'sha ana ruscha gapirganda stelka deydi, o'zbekcha o'sha pata deydi, o'sha tuprisini ichiga o'sha alohida ortopedический patalarni qo'ydirib olish kerak. Mana bizda mana protez sexlari bor. O'sha protez sexlarga borilsa, ko'chadan nimaiki yangi tufli olinadigan bo'lsa yosh bolaga tuflisini olib borasizlar, o'sha tuflisiga mo'ljallab turib oyog'i tagiga pata yasatirib olasizlar. Ilgari ester davrida go'standart bo'yicha chiqadi, o'zi go'standart bo'yicha emas. Hamma tuflining tagi splashni tekis bo'ladi. Keyin o'sha kattaroq bolalarga doim o'sha original krossovka kiyib yurishni tavsiya beraman. O'sha krossovkalar ham o'sha oyog'ini shaklini qaytaradigan shaklda bo'ladi, originallari. Shular ham haligi stelkani o'rnini bajaradi. Aptekada ham alohida plaskoskopiyalarga stelkalar sotadi. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, stelkalardan foydalanish mumkin bo'ladi. Agar yo'q, bu ham foyda bermaydigan bo'lsa, unda faqat davolash oxirgi yo'li bu operativ davo bo'ladi. Operativ davolanishda o'sha oyog'i, kaftini, qubbasini shakllantirib qo'yiladi. Shu amortizatsiya bersin, keyinchalik asorat bermasligiga. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, konservativ davolash masalasida, fiziy davolash masalasida biz klinikaga kelib uchrashingiz bemalol mumkin bo'ladi. Sizlarga ham ko'rib maslahat beramiz. Bizning klinikamiz o'sha jahoniy Yevropa standartlari bo'yicha suyak bo'g'im kasalligini davolash amalga oshirib beriladi.
bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolaman.